Paxta yog'imi yoki pista yog'imi qaysi biri foydaliroq? Bugun shunga aniqlik kiritamiz. Paxta yog'i ikki xil yo'l bilan ishlab chiqariladi. Birinchi yo'li paxta chigitini press orqali yog'ini siqib olinadi. Ikkinchi yo'li esa xuddi pista yog'i kabi benzin moddasi bo'lgan geksan bilan ekstraksiya yo'li orqali ishlab chiqariladi. Pressda siqilgan foydali paxta yog'i birozgina hidi bor. Ota-bobolarimiz azal-azaldan paxta yog'ini hidini yo'qotish maqsadida yuqori darajada qizdirib dog'lashgan. Ana endi paxta yog'ini hidi qolmadi, ammo ushbu paxta yog'ida trans yog'lar paydo bo'ldi. Chunki har qanday o'simlik yog'larini yuqori darajada qizdirilganda tarkibida trans yog'lar paydo bo'ladi. Biz faqatgina trans yog'lar deb o'ylaydigan palma yog'ida ham aslida tarkibida trans yog'lar bo'lmaydi. Palma yog'ini 14 xil turi bo'lib, oddiysidan tortib foydali bo'lgan qimmat turlarigacha mavjud. Trans yog'lari faqatgina yog'ni yuqori darajada qizdirilgandan so'ng paydo bo'ladi. Shu sababdan pista va paxta yog'larini qayta-qayta qizdirib ishlatish qat'iyan tavsiya qilinmaydi. Hattoki eng foydali bo'lgan zaytun va jo'xori yog'larini ham yuqori darajada qizdirilsa, bu yog'larda ham trans yog'lari paydo bo'ladi. Paxta va pista yog'i ikkalasi deyarli bir xil foydali, faqatgina pista yog'ining tarkibida aminokislotalar birozgina ko'p bo'lgani sababli paxta yog'iga nisbatan pista yog'i birozgina foydaliroq. Agarda ikkalasida ham albatta geksan moddalari tarkibida qolmagan bo'lsa, hozirgi vaqtda sog'lig'imizdagi muammolarga faqatgina ushbu yog'lar sababchimikin? Ota-bobolarimiz paxta yog'ini qizdirib dog'lab, qayta-qayta ishlatib iste'mol qilib, juda ham uzoq umrlar ko'rishgan-ku. Bu haqida siz nima deb o'ylaysiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.